qum oshimnikiga borsammikin yo chim oshimnikiga borsammikin? Buvilarimizni, bobolarimizni, dodalarimizni paytida etilgan voqea men buvimlardan eshitganman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi, zora manfaatli bo'lsa. Bitta ayol bor ekanlar, yoshlari katta, qari onaxon. Ularning bitta dona o'g'illari, bitta dona qizlari bor ekan. Qizlarini o'zlaridan bitta nari mahallaga uzatgan ekanlar. O'g'illari o'zlariga yaqinroq bo'lgan joyda turar ekanlar, o'zlari eski bitta kulbachada turar ekanlar. Endi qari onaxon chollari o'tib ketgan. Ovqat qilishga, boshqa qilishga o'zlarini quvvatlari yetmas ekan. Uydan chiqar ekanlarki, etar ekanlar, qum oshimnikiga borsammikin yo chim oshimnikigami deb. Shu gapni gapirayotganlarini ani o'g'lilarini, yolg'iz o'g'lilarini o'rtog'i eshitib qopti bir kun. Keyin o'g'li bilan bu ayolni, bu onaxonni o'g'li bilan gaplashganda aytibdi haligi o'rtog'i. Men bir kun onanglarni shunaqa deyotganlarini eshitdim. Nima deyotdilar? Uydan chiqqanlarida aytdilarki, qum oshimnikiga borsammikin yoki chim oshimnikiga borsammikin deb aytdilar. Balki senga bu narsani aytishim kerak deb o'yladim. Sen shu narsani bir tagiga yetvoqqin deb aytibdi. O'g'lilari tabiiyki o'ylangan, hayron bo'lgan. Rostdan ham bu narsani tagiga yetishim kerak deb. Oradan vaqtlar o'tibdi. O'g'lilari bir kun onasini kuzatibdi. Onalari haqiqatda chiqqanda shu gapni aytibdilar. Uylaridan chiqib, kulbalaridan chiqib, qum oshimnikiga borsammikin yo chim oshimnikiga borsammikin deb. Yo'lga chiqibdilar. Yo'lga chiqqan ekanlarki, qarasalar bitta qishloq pastga tushib, shu bitta mahalla pastga tushib, qizlarni ko'rgani borgan ekanlar. Qizlar kutyapti, keling, yaxshimisiz, assalomu alaykum. Olib kirib ketibdi onaxonni. Endi uyda kuyov ham bor ekan. O'g'lilari bildirmasdan poylabdi bularni. Endi devorni ustiga chiqib poylagan bo'lsa kerak, o'sha paytda devorlar pastroq bo'lgan bo'lsa. Qarasaki, sinisi eridan xijolat bo'lib, onamga ko'proq ovqat suzib bersam, ko'proq go'sht bersam, erimni oldida xijolat bo'laman degan maqsadda onasiga azginagina qilib bir sho'rva olib kelib qo'yibdi. Qaranglar, chim oshim deb shuni aytayotgan bo'lsalar kerak onamlar. Sinim eridan xijolat bo'lib, onamlarga azgina ovqat olib kelyapti. Bu ovqatga onajonimni qonlari to'ymaydi-yu debdi haligi o'g'illari. Ko'rib, kuzatib turgan. Uyga borib uxlolmabdi. O'ylabdiki, qum oshim deb onamni meni nazarda tutdilar. Shu narsani o'ylab tong ottiribdi. Ertasi kuni eshik taqillab onasi kelibdi. Onasini kutib endi shunaqa vaqtga to'g'ri kelibdi, obed vaqti bo'libdi, ovqatlanish kerak. Onasi bilan bitta dasturxonda o'tirgan. Bolalari naryoqda o'ynab yuribdi. Xotini eriga ovqat olib kelgan, onasiga ovqat olib kelgan, o'ziga ovqat olib kelgan. Haligi bolani bir kun oldingi bo'lgan ish hali ham xayolidan ketmagan. Endi ovqatni boshlashdan oldin to'xtanglar debdi. Onajon, men siz yeyotgan ovqatga ishqim ketdi. Keling, meni ovqatimni siz yeng, sizning ovqatingizni men yeyman debdi. Onasi, onade, yo bolajonim, hamma o'zining ovqatini yesin. Sen o'zing ovqatingni ye, men o'zimning ovqatimni yeyman debdi. Bu yoqda xotini ham aralashibdi. Adasi, siz o'zingiz ovqatingizni yeng, oyijon o'zlarining ovqatlarini yesinlar. Ularga ham yaxshilab suzganman. Nima qilganingiz bu debdi. Erkak aytibdi, yo'q debdi.
ona men sizni ovqatingizni yeyman deb o'zini ovqatini shartta olib onasini oldiga qo'yib, onasini ovqatini olib o'zini oldiga qo'yibdi. 1-2 qoshiq yeb ovqatni shundoq ko'lagan ekan. Ovqat tagida shuncha qum bor ekan. Qum. Endi buni xotinini onasini ovqatiga har safar qum solib berishidan maqsadi meni uyimda ovqatlanmasin, shu kampir kelib jonimga tegmasin. Shu ovqatni ichsin u ketsin, boshqa meni uyimga kelmasin degan maqsad, zaharlansin, o'lsin degan maqsad bo'lgan. Onaizor, ona meni bolamga buni etsam, shu xotini qilayotgan menga ishini, muomalasini etsam, bolamni bollari bor, nevaralarim bor, shuni oilasi buzilib ketmasin deb onaizor bir og'iz gapirib o'g'liga shu haqda etmagan. Bechara onani qonni och bo'lganidan chim oshim deb qizinikiga borib kuyovnikiga yegan oshini etgan. Qum oshim deb yagona kechalari uxlamasdan yolg'iz katta qilgan o'g'li uni xotini qum solib bergan oshiga etgan. Onaizor bolasini qanaqa katta qiladi, qanaqa yaxshi ko'radi. U ayol yoshligida eridan beva qolib, o'zi yemasdan yedirib, ichmasdan ichirib, ne orzu havaslar bilan shu bolani katta qilib, o'zi shu bolamning qulog'i tinch bo'lsin deb bitta eski kulbada yashab, bolasini bu yoqda olib chiqib yaxshi yashasin deb qum osh yeyishga ham majbur bo'lgan onaizor. Endi bu voqealar bo'lgandan keyin o'g'li nima ish qilganini, nima bo'lganini, voqealar rivojini o'zingizlar tushungan bo'lsangiz kerak. Har bitta odamning o'zini fikri bor. Bu masalaga, bu bo'lgan voqeaga balki buni eshitgandirsizlar. Eshitganlarga yana bir marta eslatma o'roq gapirdim. Iloyim hammani farzandlaringlarni orzu havas bilan katta qilyapsizlar, shularni rohatini ko'rib yuringlar. Otanglarni, onanglarni ovqatlaridan, yeyotgan narsalaridan, dori-darmonlaridan xabardor bo'lib turinglar. Ayniqsa erkaklar ko'chada erkakimizni g'urur bilan yuramiz. O'zimizning ota-onamiz nima yeb, nima ichyapti. Biz choyxonalarda o'tirib yaxshi ovqat yeyotganimizda onamiz va otamiz uyda nima yeyishyapti. Shulardan xabardor bo'laylik degan maqsadda etdim. Bu voqeani ko'proq odamga yetkazish uchun agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib qo'yinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.